Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. ATB Agrobank Namangan filialiga xush kelibsizlar. ATB Agrobank Namangan filialida kreditlar bo'yicha qisqacha tushuntirishlar berib o'taman. Hozirgi kunda 4 ta kredit bo'yicha mavjud aholi tadbirkorligi bo'yicha. Hop, birinchisi biznesga birinchi qadam kreditimiz mavjud. 5 million so'mgacha 1 yil muddatga hop, erkaklarga 25%, ayollarga 23% dan beriladi. Sug'urta asosida beramiz. Ikkinchisi, biznesga ko'mak kreditimiz mavjud bo'lib, 17 million so'mgacha 4 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan berilayotgan. Hop, bu ham erkaklarga 25% dan, ayollarga 23% dan berilayotganmiz. Hop, uchinchisi, mahalla loyihasi kreditimiz mavjud bo'lib, hop 50 million so'mgacha beramiz. 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan beramiz. Hop, bu ham erkaklarga 25%, ayollarga 23% beramiz. Bu ham kafillik asosida ham sug'urta asosida berishimiz mumkin. Hop, to'rtinchisi 312 PX 312 kreditimiz mavjud bo'lib, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hop 100 million so'mgacha beramiz. 100 million so'mgacha besh zalog, 100 milliondan 200 milliongacha bo'ladigan bo'lsa zalog hisoblanadi. Hop, 7 yil muddatga 21% faqat yakka tadbirkor yoki MCJlarga beriladi. Kamida 1 yil faoliyat yuritgan bo'lishi shart. Hop, asosan faoliyat turi ishlab chiqarish uchun beramiz. Hududimiz 3-toifaga qaraganligi uchun